Siz ozmoqchi ekansiz, ikkita yo'l bo'ladi sizda. Birinchisi, xohlagan mahsulotingizdan iste'mol qilasiz, lekin kaloriyasini hisoblaysiz. Ikkinchisi, sog'lom ovqatlanish qilasiz, kaloriyasini esa hisoblamaysiz. Birinchi holatda fast foodlar yeysizmi, shirinlik yeysizmi, shakar bor gazli ichimliklar ichasizmi, farqi yo'q, lekin kaloriyasini hisoblab yurasiz, ya'ni miqdorida cheklov qilasiz. Ikkinchisida miqdorini o'lchamaysiz, miqdorda cheklov qilmaysiz, lekin ovqatlarning xilida cheklov qilasiz. Oqsil, murakkab uglevod va foydali yog'lardan iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Meni kurslarimda qaysi usuldan foydalanaman degan savolga demak 80% demak sog'lom ovqatlanishga o'tamiz, 20% holatlarda mahsulotlarni demak kaloriyasini o'lchab yuramiz, qarab yuramiz. Har bitta sotib olgan mahsulotimizga demak orqasidan kaloriyasini ko'rib yuramiz. Salomat bo'lasizlar.